Dunyoni yig'latgan hikoya. Pokistonlik doktor Ishan Husayni ko'rsatgan xizmatlari uchun xalqaro taqdirlash marosimiga ketayotgan edi. Samolyotga chiqdi, ammo ob-havoning yomonligi tufayli samolyotni yaqin oradagi aeroportga qo'ndirishga majbur bo'ldilar. Keyingi samolyot parvozi esa 16 soatdan so'ng uchishligi ma'lum qilindi. Bundan jahli chiqqan doktor majlisga albatta yetib borishim lozim. 16 soat kuta olmayman deb baqirdi. Aeroportda vazifasini bajarayotgan mutasaddi ishchi xodimlar doktorga yetib bormoqchi bo'lgan shahri 6 soat uzoqlikdagi yo'l ekanligini, xohlasa ijaraga mashina olib yetib olishi mumkinligini ma'lumotini berishdi. Doktor shosha-pisha yo'lga chiqdi-yu, ammo aksiga olib yo'lda ham shiddatli yomg'ir quya boshladi. Selning qattiqligidan yo'lda hech narsa ko'rinmas, hatto mashina ham harakatlana olmaydigan holatga yetib keldi. Doktor yo'l yuzidagi eski bir uyning eshigini taqillatib, ichkariga kira boshladi. Uyning ichida bir keksa ayol o'tirardi. Doktorning hovliqib, "Menga telefon bering, bir joyga zudlik bilan qo'ng'iroq qilishim lozim" deganini eshitib, ayolning yuzida tabassum uyg'ondi va doktorga qarata shunday dedi: "Ko'rmaysanmi holimizni, bolam? Bu yoqlarda na telefon, na elektr toki bor. Kir ichkariga, bir oz damingni ol, ovqatlan, choy ich, undan keyin ishlaringni hal qilarsan." Doktor chorasizlikdan ayolning aytganlarini qildi. Bir oz isinib ovqatlandi. U choyni ichib bo'lguncha keksa ayol namozini o'qib, uzun duolar qildi. Bularni diqqat bilan kuzatib turgan doktor ayolning beshik tebratayotganini va beshikda bir go'dak harakatsiz yotganini ko'rib, "Onajon, bu kimning bolasi? Tinchlikmi? Nima sababdan ko'z yoshlar bilan duo qildingiz?" deb so'radi. Keksa ayol esa, "Bu mening ham ota, ham onasidan yetim qolgan nabiram. Og'ir xastalikka chalindi. Bu atroflarda hech qaysi shifokor chora topa olmadi. Ularning aytishiga qaraganda Pokistonda Ishan Husayni degan doktor bor ekan. Faqatgina u bir chora topa oladi deb aytishgan edi. Biroq u juda uzoqda bo'lgani uchun jigarbandimni ishini oson qilgin deb Qodir Allohga iltijo qilib, duo qilib so'radim, bolam" dedi. Bu so'zlarni doktor Ishan Husayni eshitar ekan, ko'z yoshlarini to'xtata olmay, "O'rningizdan turing, onajon. Alloh duolaringizni qabul qildi. Sizning duolaringiz osmonlardan chaqmoqlar chaqtirdi. Samoda uchib ketayotgan samolyotni yerga qo'ndirdi. Sellar oqizdi. Nihoyat meni sizga yo'liqtirdi. Siz aytayotgan pokistonlik doktor Ishan Husayni menman, onajon" dedi. Alloh o'z bandalarining istaklarini shunday holda bajarib qo'yishiga iymonim komil bo'ldi. Butun yo'llaringiz to'silib qolgan taqdirda ham osmonlar va yerni yaratgan zotga sig'ining. Uning marhamatidan duo bilan iltijo qilib osonlikka yo'liqing.